1 minut vaqtingizni ajratsangiz, idealniy blinchik qilishni hamma sirlarini o'rganib olasiz. Xo'jayinimlardan bugun shokoladniy blinchikka zakaz tushgan edi. Aziz obunachilarim uchun ham foydali bo'lsin deb, hech qanaqa sirini berkitmagan holatda sizlar uchun video retsept oldim. Shu joyda yurinchani bosib menga obuna bo'lib qo'ying, xursand bo'laman. Idishimizga iliqdan sal issiqroq bo'lgan sutimizni quyamiz. Men 1 litr sutga tayyorladim. 2 ta tuxumni chaqib, 100 ml miqdorida o'simlik yog'idan quyamiz. Yarim choy qoshiq chayni soda, yarim choy qoshiq tuz va 2-3 osh qoshiqda shakar qo'shamiz. Hammasini venchikda yaxshilab aralashtirib, oz-ozdan unimizni qo'shib, uni ham venchikda aralashtiramiz. Massamiz suyuq smetana holida bo'lishi kerak. Tayyor massani 15 minut tindiramiz va quruq qizib turgan tovaga bir cho'michdan solib pishirib olamiz. Teshikilari ko'p bo'lishi uchun tovamiz yaxshilab qizigan bo'lishi kerak. Agar qizimagan bo'lsa, teshik bo'lib chiqmaydi. Blinchiklarim tayyorlab bo'lib, endi maza qilib dam olaman deb o'tirsam, xo'jayinim menga syurpriz bilan ketdilar. To'g'ri bo'lib ishlaganlar uchun har 2 kuni birda shunaqa syurpriz bilan keladilar. Buni qanaqa qilib ketkazasiz deb osdilarmi? Hech ham xavotir olmanglar. Menda Bavi super очиститель bor. Dog' bo'lib ketgan formalarga Bavidan solib, ustidan qaynab turgan suvni quyib oldim. Yarim soatga qoldirgan edim. Ishqalab yuvishimni ham hojati qolgani yo'q. O'zi oppoqqina bo'lib chiqdi. O'g'illarning ayollari shodtamisizlar? Qiynalib formalarni qo'lingizda yuvib o'tirmanglar. Bitta Baviga bo'ktirib qo'ysanglar bo'ldi.